So'z mulkining sultoni, mutafakkir shoir Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Yangi O'zbekistonda 3-Renessans poydevorini yaratishda ajdodlarimiz merosini o'rganish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Hududlarda sana munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida Hazrat Alisher Navoiyning 585 yillik tavalludiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda kursantlar tomonidan ajoyib sahna ko'rinishlar namoyish etildi. Mazkur tadbir milliy adabiyotimizning asoschisi bo'lgan bobokalonlarimizning boy ilmiy va ijodiy merosini keng targ'ib etish, yoshlar ongida ma'naviy ma'rifiy qarashlarni mustahkamlash hamda kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan bo'lib, unda buyuk mutafakkirning hayoti va ijod yo'li sahna ko'rinishlari, she'rlar va badiiy chiqishlar orqali yorqin ifoda etildi. Meni to'lqinlantirgan narsa tadbirdan keyin tinglovchilardan bittasi kelib, Hazrat Alisher Navoiydan aytgan parcha meni yig'latib yubordi. To'g'ri, ona haqida men bir ibratli Hazrat Navoiyning gapini aytdim. Hazrat Navoiyning asarlarini o'qib, eshitib yig'laydigan harbiylarimiz bor ekan. Bu harbiy kuchimiz nafaqat jismonan, ma'nan ham kuchli bir armiyaga, himoyachilarga ega ekanmiz. Mana shu yerda tahsil olayotgan tinglovchilar Hazrat Alisher Navoiyning g'azallaridan namunalar o'qidilar. Hazrat Alisher Navoiyning g'azallari bilan ijro etiladigan qo'shiqlarni juda ham maromiga yetkazib ijro etdilar. To'g'ri, balkim professionallik yo'qdir, lekin u yerda samimiyat Hazrat Alisher Navoiyga, bizning ma'naviyatimizga, so'z mulkining sultoniga, so'zga bo'lgan muhabbat, ixlos bor. Tadbir Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti olimlari va ijodkorlari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi rahbariyati, professor o'qituvchilari, harbiy xizmatchilar hamda kursantlar ishtirokida ko'tarinki ruh va bayramona kayfiyatda bo'lib o'tdi.